Tashxis qo'yganda mana apparatda ko'rishganda tromblab hosil bo'lganligi aniqlandi. Hasanov Olimjon, Namangan shahridan kelganman. Yoshim 67 yoshdaman. Shu oxirgi vaqtlarda chap o'ng oyoqlarimda og'riqlar bo'lib, oyog'im muzlardi, sovuq yeridi. Birinchi chap oyog'imda yurganimda urib olganmanmi qayergadir. Shunda ozginagina chaqa paydo bo'ldi-da, keyinchalik bora-bora ko'payib qoldi. Milliy tibbiyot markazini bilganimdan so'ng shu oyog'imga jarrohlik amaliyotini o'tkazgani keldim. Bu yerda haqiqatda juda malakali mutaxassislar bo'lganligi uchun yaxshi qabul qilishdi hamda tezda tashxisni qo'yib, jarrohlik amaliyoti sifatli vaqtida o'tkazildi. Ilgarigidagi og'riqlarim ancha yo'qoldi. Buning uchun mana shu yerda mana xizmat qilgan vrachlarimizga Ulug'bek, Sergey, Hindol, Bobirjon, hamshiralar hammasi bir-biridan yaxshi, shirin so'z oyog'imda 3 ta trombni ochishdi. Shukr yaxshi. Kunduzi bilan juda og'riq qattiq bo'lardi. Hozir yaxshi, kechqurunlari uxlayapman. Hammalarga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Allohim hech qachon kasal bo'lishmasin. Hammasini ishlariga rivoj, sog'lik, salomatlik tilayman. Xalqimizni sog'lig'i yo'lida g'amxo'rlik qilishaversin.